Bugun kimlarga brekit qo'yish vaqtincha mumkin emas yoki umuman qo'yish mumkin bo'lmagan holatlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, men Qodirov Jasur, ortodontman. Yuqoridagi mavzuni sizlarga to'liqroq ochib berishga harakat qilaman. Birinchi toifa insonlar bu tishida va milkida muammosi bor bo'lgan insonlar. Bu muammolarga qaysilar kiradi? Birinchisi, karies va tish ildizini yallig'lanish kasalliklari. Karies bu tishni qattiq to'qimasini yemirilishi hisoblanadi. Shu sababdan breketlarni qo'yishdan avval biz o'sha tishni qattiq to'qimasini qayta tiklashimiz talab qilinishi mumkin. Shuning uchun agar karies bo'lgan tishlar bo'lsa, ularni davolash, ularni plombalash yoki karies kovagimiz katta bo'lsa, unda ularni har xil sun'iy qoplamalar bilan qayta tiklash tavsiya qilinadi. O'shandan so'nggina ularga breket qo'yish va ularni joyidan o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Undan tashqari bizda tishlarimizni ildiz qismini uchida yallig'lanish prosesslari, shamollash prosesslari bo'lishi mumkin. Bu narsa ko'pincha meditsina terminida periodontit deb ataladi. Mana shunday yallig'lanish prosesslari bo'lsa, unda biz avval o'sha yallig'lanish proseslarini davolab, yallig'lanish prosesi ketgandan so'ng, o'sha joyda bo'shliqlarda suyak hosil bo'lgandan so'ng, ularga breketlarni o'rnatib, ularni to'g'rilatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ikkinchisi bu parodontit kasalligi yoki milk kasalliklarida, har xil gingivit kasalliklarida breketlarni qo'yish vaqtinchalik mumkin emas. Birinchi avvalambor ularni davolash va undan so'nggina ularni breketlar yordamida tishlarini surish tavsiya etiladi. Uchinchisi bu tish toshlarini yoki tish qarashlarini mavjud bo'lishi. Bunday holatlarda avval tishlarni toshini, qarashlarini tozalash, professional chistka qilish tavsiya etiladi. Shundan so'nggina breketlarni qo'yish maqsadga muvofiqdir. Ikkinchi toifa insonlar umumiy organizmdagi xastaligi bor insonlar. Misol uchun bularga birinchisi suyak tizimidagi muammosi bor insonlar, ya'ni osteoporoz bor insonlar. Bunda suyaklarda yemirilish yuzaga kelganligi sababli breketlar yordamida tishlarni surganimizda suyaklarning yemirilish darajasi kuchayib ketishi mumkin va tishlari to'kilib ketish ehtimoli bor. Ikkinchisi bu immun tizimida va qon kasalliklari bor bo'lgan bemorlarga ham breket taqish tavsiya etilmaydi. Uchinchisi bu qandli diabet kasalligi bor bemorlar. Bunday bemorlarga ham breket taqish tavsiya qilinmaydi. Sababi bunda tishlarni surganimizda suyaklarni yemirilib, orqasidan suyak hosil bo'lishiga organizm uspet qilmaydi. Shu sababdan bunday holatlarda ko'pincha tishlarning to'kilib ketishi kuzatilishi mumkin. Shu sababdan bunaqa holatlarda qandli diabetlarda breket taqish tavsiya etilmaydi. To'rtinchisi bu onkologik kasalligi bor bemorlar. Har xil rak kasalliklarida breket tizimidan foydalangan holda tishlarni to'g'irlash maqsadga muvofiq emas. Beshinchisi ruhiy xastaliklar, ya'ni bemorimizda har xil epilepsiyasi bo'lsa, sudorgalari bo'lsa, bemor o'zini boshqara olmasa, shunday holatlarda ruhiy kasalliklari bor bemorlarda breketlarni taqish tavsiya etilmaydi. Uchinchi toifa insonlar bu vaqtinchalik breketlarni taqish mumkin bo'lmagan bemorlar. Bularga birinchisi homilador insonlar kiradi. Sababi bu davrda homilaga juda ham ko'p mineral moddalar, oziqa moddalar kerak bo'ladi. Shu sababdan agar onaning organizmida shu minerallar yetishmasa, majbur bo'lishi mumkin suyaklardan yoki tishlardan olishga. Shu sababdan bunday davrlarda breketlar bilan tishlarni to'g'irlash ozroq xavfli hisoblanadi. Lekin umuman mutlaqo qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi. U farzandli bo'lgandan so'ng yoki emiziklik davri o'tgandan so'ng bemalol breketlarni taqishi va tishlarni to'g'irlatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar homiladorlik davridan oldin breket qo'yilgan bo'lsa va breket taqish davomida homilador bo'lgan bo'lsa, bunday holatlarda xavfli hisoblanmaydi. Breketlar yordamida davolanishni davom ettirishi mumkin. Ikkinchisi bu tish implantlarini qo'ydirgan bo'lsa bemorimiz yoki qandaydir ortopedik konstruksiyalarni qo'ydirmoqchi bo'lib turgan bo'lsa, unda avval shu implantlarni yoki ortopedik konstruksiyalarni qoplamalarini qo'ygandan so'ng, ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng bemalol breketlarni o'rnatsa bo'ladi. Va to'rtinchi toifa insonlar bu yosh omili va intizomga rioya qilmaydigan insonlar sarasi kiradi. Yosh omiliga biz yosh bolalarga ildizlari to'liq shakllanmagan bo'lsa yoki sut tishlariga breketlarni qo'ya olmaymiz. Shu sababdan 13-14 yoshdan boshlab katta yoshdagi bolalarda breket tizimi yordamida tishlarni to'g'irlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi bu mas'uliyatsiz bemorlar. Bunda bemorlarimiz vaqtida ortodont ko'riga kelmasligi, qolaversa tishlarni vaqtida yuvmasligini hisobiga tishlarning gigiyenasini o'zgarishi, tishlarning emallarning yemirilishiga va sog'lom tishlardan ayrilib qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham intizomga rioya qilmaydigan bemorlarga breket taqish tavsiya qilinmaydi. Agar siz ham breket taqish xohishida yurgan bo'lsangiz, yuqorida ko'rsatilgan muammolar sizda yo'qligiga ishonch hosil qiling va undan so'nggina tishlaringizni to'g'irlatishni boshlang. Agar sizda ham qo'shimcha savollar bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin.
imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha xayr.